Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun qatlari juda ham zo'r bo'lib chiqadigan Choco Napoleon retseptim bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib quruq idishimizga unimizni solib, margarin bilan kroshka qilib olamiz. Yaxshilab kroshka qilib olganimizdan keyin kakaoni solib, yaxshilab aralashtiramiz. 400 ml sutimizga 2 ta tuxumni chaqib, 1 qoshiq уксус solib, yaxshilab aralashtiramiz va xamir qorib olamiz. Xamirimizni tayyorlab bo'lgach, tindirishga qo'yamiz yarim soatga. Xolodilnikda salqin joyda tindirib olamiz. Yarim soatdan keyin olib, 6 ta bo'lakka bo'lamiz. Har bir bo'lak xamirimizni ozroq yoyib, konvert shaklida taxlab qo'yamiz. Hammasini birin-ketin konvert shaklida taxlab olamiz va yana tindirib qo'yamiz yarim soat. Xolodilnikda salqin joyda tindirib olingan xamirimiz list razmerida yoyib, listimizni orqasiga taxlab qo'yib chiqamiz va shishib ketmasligi uchun vilka urib olamiz. Shu holatda yana yarim soatga tindirib qo'yamiz xamirimizni pishirmasimizdan oldin. Mana hamma qo'shlarimizni pishirib oldik. Endi bunga krem tayyorlaymiz. Kremimiz uchun 200 gram margarinni yaxshilab xona haroratida eritib qo'yamiz va oppoq massa bo'lguncha mikser qilamiz. Ustidan 1 kiloyu 200 gram sug'ushonni molokoni solib, yaxshilab mikser qilamiz. Suyuq massa hosil bo'ladi. Yaxshilab mikser qilganimizdan so'ng 50 gram kakao solib, yana yaxshilab mikser qilamiz. Kakaomiz turechskiy kakao, kremlarga ishlatiladigan turechskiy kakaodan ishlatganman. Korjimizni birin-ketin kremini solib, yaxshilab taxlab olamiz. Xamirimizni yoyganimizda chetidan chiqqan xamirlarni pishirib olib, ustiga kroshka qilib sepib olamiz. Endi ustini klubnika bilan bezatdim. Xohlagan mevalaringiz bilan xohlaganingizcha bezatishingiz mumkin. Men klubnika bilan bezatib qo'ydim. Juda ham chiroyli va mazali, og'izda erib ketadigan Napoleonimiz ham tayyor bo'ldi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang.